Bolangiz faqat kuchli bo'lishini xohlaysizmi? Sog'lom bo'lish undan ham muhimroq. Harvard Medical School va WHO tadqiqotlariga ko'ra, bolalarda mushak kuchi va kardiofaollik bilan birga sog'lom tana vazni, yurak, qon tomir va ruhiy salomatlikni rivojlantirish eng zaruri. Oddiy jismoniy mashqlar va faol o'yinlar immun tizimini va miya rivojini yaxshilaydi. Masalan, bir bola har kuni 10-15 daqiqa yuguradi, balans va plank mashqlari qiladi. Natija: gavdasi to'g'ri, energiyasi yuqori, kayfiyati esa a'lo darajada bo'ladi. Bu mashqlar faqat kuch bermaydi, balki sog'lom o'sish va rivojlanishni ta'minlaydi. Skandinaviya maktablarida bolalar Health First dasturi bo'yicha ertalab 10 daqiqa pastoral mashqlar va harakat o'yinlarini bajaradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda sog'lom o'sish diqqat darajasi 30-35% ga yaxshilanadi. Shunday ekan, bola uchun kuch emas, sog'lom tana va ruhiy rivoj birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Keling, sport mutaxassisi bilan birgalikda qaysi mashqlar eng asosiysi va eng samarali ekanini bilib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz ota-onalar. Bugungi suhbatimiz bolani kuchli bo'lish emas, sog'lom bo'lishni o'rgating mavzusida suhbat olib boramiz. Ko'p hollarda biz farzandimizni kuchli bo'l deb tarbiyalaymiz. Boshqalarga yutqazma, yiqilsang ham tur, hech qachon yig'lama deb gaplarni bolalikda eshitganmiz. Bu gaplar albatta yomon emas. Men siz bilan bugun boshqacharoq qarash haqida gaplashmoqchiman. Bolaga kuchli bo'lishni emas, sog'lom bo'lishni o'rgatish haqida. Nega? Chunki kuchli bola hamma narsani yengadigan bola emas, sog'lom bola hayotda o'zini eshitadigan, tanasini his qiladigan, ruhiy va jismoniy jihatdan muvozanatda bo'lgan bola hisoblanadi. Ko'p ota-onalar farzandini zo'r bo'lish kerak degan bosim bilan tarbiyalaydi. Masalan, ba'zi onalar bolam hammadan eng tez yugurishi kerak, har doim g'olib bo'lish kerak, yiqilsa ham o'rnidan kulib turish kerak deydi. Lekin bu jarayonda bola o'z tanasini eshitmay qoladi. Charchasa ham to'xtamaydi. Og'risa ham jim yuradi. Bu esa kuchli emas, aksincha ichki bosimdir. Sog'lom bola esa o'z tanasiga quloq soladi. U biladi, dam olish ham rivojlanishning bir qismi. U o'z kuchini to'g'ri taqsimlay oladi. Shuning uchun biz bolalarga shunchaki kuchli bo'l demasligimiz, balki unga sog'lom turmush tarzini sevdirishimiz kerak. Masalan, agar bola charchab tursa, yo dam ol deyish ham muhim tarbiya hisoblanadi. Yoki ertalab keling birga 5 daqiqa badan tarbiya qilamiz desangiz, bu bola uchun bosim emas, mehrli odatga aylanadi. Yana bir misol, ota-onalar ko'p aytadi: bolam sport bilan shug'ullansin, tanasi kuchli bo'lsin. Lekin sport bu faqat musobaqa, g'alaba emas, tana va ongni o'rtasidagi uyg'unlik hisoblanadi. Masalan, to'p bilan o'ynagan bola nafaqat u yuguradi, u fikrlaydi, tez qaror qabul qiladi, hamkorlikni o'rganadi. Bu sog'lomlikning asl ma'nosi. Sog'lom bola bu kuch, muskul emas, balki barqaror ruh, toza nafas, tinch uyqu va quvnoq yurakdir. Shuning uchun aziz ota-onalar, farzandingizga shunchaki kuchli bo'l demang. Unga ayting, tanangni asra, har kuni ozgina harakat qil, ko'proq kul, yaxshi uxla, sog'lom ovqatlan. Shunda u kuchli bo'ladi, lekin ich-ichidan tabiiy va sog'lomlashadi. Unutmang, kuchli bola raqobatda yutadi, lekin sog'lom bola hayotning o'zida g'olib bo'ladi.